Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yana bitta Markant 55 germanskiy press-podvorojimiz chiqdi. Holatlari chiroyli holatda ishlatilgan, yaxshi remont qilingan, chiroyli holatda turibdi. Taylariga mana yangi yupska qilib qo'yishibdi, koreyskiy qilib. Nimalarni, ichlarini mana ko'ringlar, holatlari ideal holatda. Remont qilib tayyor, olib borib ishlatadigan holatda ekan. Jatkalarni ham nasl chiroyli qilib qo'yishibdi buni ham, mana. Olib mazza qilib ishlatadigan press-podvorcha ekan. Pichoqlari ham yangi qo'yib qo'yishibdi. Ichlari orqalarini olib ko'rsat. Mana orqa tomonlarini ochyapmiz. Ichlari ham akkuratli, toza. Ignalari ham alyumin igna, zavodskiy ignalarda turibdi ekan. Arqa fonini arqadan bergan, chiroyli chiqsin. Mana shunday. Arqa apparatlarini ko'rsatamiz. Balonlari o'zini radnoy baloniga shu monachishli balonni qo'yib qo'yishibdi. Mana arqa apparatlari. Mutaxassis usta ballar qilishgan usta akalar. Nomerlari oldinda mana chiqdi sizlarga. Yana nomerlarni chiroyli obzor tashlaymiz. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar.